Xitoydan mana shunaqa narsalarni xarid qilish mumkinligini bilarmidinglar? Bilmasanglar videoni oxirigacha ko'rishinglarni maslahat beraman. Bu videodagi hamma tovarlar o'quvchilarim tomonidan to'g'ridan-to'g'ri Xitoy saytlari orqali xarid qilingan. Ishonchsiz kurslardan charchagan bo'lsanglar, har xil kurslarga to'lov qilib hali ham natijaga chiqmagan bo'lsanglar, sizlarga o'zimning kursimni tavsiya qilaman. Meni kursimni boshqalarnikidan farqi, men har bitta o'quvchi bilan alohida shug'ullanaman. Viza karta, Humo karta, kargochilar, target va yakka dars ko'rinishida bo'ladi. Shuni hisobiga bitta kursimni bir kunda uzog'i 2 kunda professionalni o'rganib olasizlar. O'rganolmagan taqdiringizda pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mana kursimda ko'rib turganingizdek, faqat kiyim-kech emas, balki texnika, mebel, kumush, kosmetika, suyuqliklar, oshxona, uy, hammom, tualet, mashina jihozlarini olib keltirsanglar bo'ladigan, hech qanaqa cheklovi yo'q, arzon, ishonchli 12 ta viloyatda filiali bor, tez keladigan kargochilar beriladi. Meni kargochimning boshqalarnikidan farqi, gabaritga hech qanaqa to'lov olmaydi. Shuni hisobiga o'quvchilarim qo'rqmasdan mebellar, texnikalar, kolyaskalar xohlagan narsasini to'g'ridan-to'g'ri buyurtma qilib olib keladi. Aytib o'tganimdek, videodagi hamma tovarlar meni o'quvchilarim tomonidan to'g'ridan-to'g'ri buyurtma qilib olib keltirilgan. Bu kurslarni o'rganib, xohlasanglar mendagi kuratorlik qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar biznes qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar o'zingizlar va oila a'zolaringlar uchun ichki narxida 2 barobar arzonga tovar zakaz qilib, xarid qilib olib keltirsanglar bo'ladi. Bu filmga kirib ko'rsanglar, o'quvchilarim tomonidan kelgan 2,5 mingtadan oshib sifar raspakovkalar bor. Siz ham meni o'quvchimga aylanmoqchi bo'lsangiz, direktdan murojaat qilishingiz mumkin. Tugadi. Pak.